Bugun biz siz bilan judayam qiziq bir mavzu haqida gaplashamiz. Bu ayol kishini kuchi haqida. Hozirgi paytda kuchli ayollar deganda hammamizni ko'z oldimizga ishbilarmon, o'ziga qaragan, moddiy tomonlama o'zini bemalol ta'minlay oladigan ayollar keladi. Lekin aslidayam kuchli ayollar shu ayollarmi? Nima deb o'ylaysiz? Aslidayam ayol kishida kuch shunday namoyon bo'ladimi? Kuch bu yaratgan tomonidan insonga berilgan va bu sayyorada umuman ayol ham, erkak ham baxtli yashashi uchun, orzu istaklariga yetishishi uchun, go'zal hayot kechirishi uchun muhim bo'lgan quvvat hisoblanadi. Faqat shu davrgacha ayollarni bu kuchdan noto'g'ri foydalanib kelayotgan joyimiz judayam ko'p va judayam ko'p kuchli ayollarni hayotidan noroziligini katta sababi ular bu kuchdan boshqacha foydalanishayotgani. Bu neytral kuch, quvvat, ya'ni ayol tanasida mutlaqo boshqacha namoyon bo'ladi. Erkak tanasida mutlaqo boshqacha namoyon bo'ladi. Erkak o'zini fitratidan kelib chiqib undan boshqacha foydalanadi. Ayol o'zini fitratidan kelib chiqib undan mutlaqo boshqacha namoyon bo'ladi, foydalanadi. Erkak kishini kuchi tashqarida bo'ladi. Mana erkak kishini tanasini ko'rganimizda ham ayol kishinikidan mustahkamroq, baquvvatroq, dag'alroq desak ham bo'ladi, qo'polroq desak ham bo'ladi. Erkak kishi kuchidan tashqarida foydalanadi. Ayol kishi kuchidan ichkarida foydalanadi. Va bu judayam katta kuch, u xoh tashqarida bo'lsin, xoh ichkarida bo'lsin, judayam katta. Bu kuchni o'rni insonning hayotida. Faqat foydalanishdagi farq, ayol kishi uni ichkarida foydalanadi, erkak kishi bo'lsa tashqarida.